Bugungi mavzumiz mexanik transvoslarni shatakka olish, transvoslarni boshqarishni o'rgatish. Juda ham muhim mavzu, esdan chiqarmaysizlar, e'tibor bilan o'rganingizlar. Savolingiz bo'lsa oxirida so'raysizlar. Demak, 24-bob. Mexanik transvosni shatakka olish. Shatakka olish o'zi nima? Shatakka olish buzilib qolgan transvostasini bitta sog'i tortib ketish. Shatakka egiluvchan olsa ham bo'ladi, qattiq olsa ham bo'ladi. Egiluvchan nima? Ip bo'lishi mumkin, tros bo'lishi mumkin. Egiluvchan, tros ham baribir egiladi-ku. Egiluvchan emas, u turbalar bo'ladi. Asosan yuk avtomobillari gabariti katta bo'lganligi uchun qattiq ulagich bilan oladi, turbalar bilan oladi. Xo'p, endi qattiq ulagichga shatakka olganda ko'p 4 metrdan ko'p bo'lmasligi kerak. Bu degani kam bo'lsa ham bo'ladi, lekin 4 metrdan ko'p bo'lmasligi kerak. Egiluvchanni olganda esa 4-6 metr oralig'ida bo'lishi kerak. Farqi bor. Qattiqda 4 metr, egiluvchanda yoki 4 yoki 6. Lekin ikkalasining umumiy uzunligi oldi bilan orqasidan hisoblasa 20 metrdan uzun bo'lmasligi kerak. Tushunarli? Mana. Qattiqda olib ketyaptimi bular? Qattiqda olyapti. Bunisi egiluvchan shatakka olingan transvosasi mana orqadagisi, shatakka oluvchi ham, olgan ham mana bu oldindagi qora avtomobil. Xo'p, endi egiluvchan ulagichga shatakka olamizmi, yengil avtomobilda qattiqqa olamizmi? Ikkalasi ham odam tashisa bo'ladi. Nima uchun desa, odam tashishga mo'ljallangan ikkalasi. Yuk bo'ladigan bo'lsa-chi, yuk bo'ladigan bo'lsa, shatakka olgandi kabinasida ham mumkin, mana bu olgani oldindagi kabinasida ham mumkin, yukxonasida ham mumkin. Qachonki o'rindiqlari bo'lsa. Olinganida-chi, orqadagida buni faqat kabinasida, yukxonasida emas. Tushunarlimi? Buni qanaqa chiroqlari yoniq bo'lishi kerak? Shatakka olinganda avariya yorug' chiroqlari. Olgandikichi yaqinni yorituvchi chiroqlari. Farqini tushundilaringiz-a? Xo'p, endi qachon shatakka olish mumkin emas va qanaqa usulda? Sirpanchiq bo'lganda egiluvchanga olish mumkin emas. Qattiq ulagich bilan olish kerak. Chunki avtomobil sirpanib chiqib ketib qolishi mumkin. Qattiqda bo'lsa ushlab turadi. Qattiq aytganimdek turba yoki temir bo'ladi, moslashtirilgan bo'ladi, shunaqa yasalgan bo'ladi. Siz o'zingiz yasab olmaysiz, uni yasalganlari ham bor. O'zingiz yasasangiz bo'ladi, mustahkamroq qilib yasasa bo'ladi. Chunki 40 tonna, 20 tonna, 10 tonnalik avtomobillar tortib ketayotgan darajadagi mustahkam bo'lishi kerak. Va mana shatakka olinganda demak yengilda mana bu qattiq yoki egiluvchan bilan mumkin. Qisman ortish usulidachi, mana bu qisman ortish usuli. Qisman ortish usulida faqat shatakka olgan transport vositasida tashsa bo'ladi. Avtobusdachi faqat shatakka olganida mumkin. Olinganida mumkin emas. Mana bu olingan orqadagi. Yuk avtomobil bo'y aytgandek, shatakka olgan avtomobilni yukxonasida ham, kabinasida ham mumkin. Olinganni faqat kabinasida. Yukxonasida mumkin emas. Shuni esdan chiqarmaysizlar. Xo'p, mana qattiq ulagich 4 metr, egiluvchanchi 4-6 metr. Kamida 2 ta oq qizil qiya tushirilgan taxtachalar. Mana bunaqa. Katta o'lchamli yuk belgisi bor edi-ku, taniqli belgisi. Ana shundan kamida 2 ta bo'lishi kerak. Nima uchun? Bular chorrahalarda harakatlanib ketayotganda yonidan kelayotgan velosipedchimidi, piyodami bilish kerak. Haqiqatan buning o'rtasida 4-6 metr joy bor. Nima uchun shunaqa joy bor? Svetoforda masalan kutib turib shular. Shuncha joy tashab. Tushunarli? Xo'p, qisman ortish. Shatakka olish quyidagi hollarda taqiqlanadi. Qanaqa holda taqiqlanadi? Rul boshqaruv ishlamayotgan transport vositasini qisman ortish usuli bilan shatakka olsa bo'ladi, lekin mana bunaqa egiluvchan, qattiqda olib ketib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki uni ruli ishlamayapti. Siz uni qattiqda olib ketsangiz ham ruli ishlamayapti, ya'ni burilmayapti ruli, o'ngga chapga burilmayapti. O'ngga chapga burilish kelgan joyda uni ruli burilmay qolsa, u boshqa tomonga qarab ketib qoladi. Sudrab majbur uni orqasiga olib ketsa, keyin balonlari portlab, shirilib, balonlar yirtilib ketishi mumkin. 2 va undan ortiq transport vositasini ham shatakka olish mumkin emas. Bu degan 2 ta transport vositasini shatakka olmaysiz. Shatakka olgan va shatakka
olingan va shatakka olgan transport ulagich umumiy uzunligi 20 metrdan ham nima bo'lmashi kerak? Oshmasligi kerak. Ishchi tormozda ishlamayotgan transport vositasining haqiqiy vazni, eshitdingizlar? Haqiqiy vazni shatakka olgan transport vositasining haqiqiy vaznidan yarim baravar yoki 2 baravar ko'p bo'lsa ham shatakka olmaydi. Bu degani nima degani? Masalan, 1 tonnalik avtomobil, mana bu, deylik mana bu ko'k avtomobil 2 tonna. Mana bu qizil avtomobil 1 tonna. 1 baravar kattami? Yoki 1,5 tonna deylik. Bu 1 tonna. Yarim baravar katta bo'lyaptimi? Shatakka olmaydi bu. Sababi nimaga? Bu o'zidan gabariti katta bo'lguncha torta olmaydi keyin bu. Misol uchun, masalan bitta Spark ana uni tortayapti. Captiva'ni tortayapti. Tortaladimi? Tortolmaydi. Gentra'nichi. Gentra'ni ham tortolmaydi, chunki o'zidan og'ir, gabariti kattaroq. Tortolmaydi. Tushunarli? 2 g'ildirakli mototsikllar, elektromototsikllar, skuterlar, moped, velosiped, individual transportlar birontasi shatakka olish mumkin emas. Faqat 3 g'ildirakli bo'lsa, yonida kajavasi bo'lsa, shatakka olsa bo'ladi. Mototsikl. Kajavasi degani yonida odam o'tiradigan joy bor, ko'rgansizlar-a? Shu. Keyin yo'l yaxmalak bo'lganda yoki sirpanchiq bo'lganda egiluvchanga mumkin emas. Qattiqqa olish kerak. Sababi nima uchun shu joyda yaxmalakka olish mumkin emas? Fikrlaringizni aytingizlar-chi? Nima uchun yaxmalakda egiluvchanga olish mumkin emas, qattiqda olish mumkin? Sabab nimada? Xo'p, yanachi. Masalan, o orqasidagi kelyapti, o'zi sirpanchiq. Tormoz berib o'z svetoforda to'xtadi. Bu sirpanib boradi, uni orqasini urib ketib qoladi. Agar qattiq bo'lsa, boyagi temir nima qilmaydi, uni kelgan qo'ymaydi, darib turadi, ushlab turadi shu joyda. Tushunarli? Xo'p, mana bu qisman ortish, roli ishlamayapti mana buni. Qisman ortish bilan olib ketish kerak. Mana shu qisman ortish bo'ladi. Endi bizlardagilar qisman ortish yo'q, ko'proq to'liq chiqarib oladi ustiga. Siz shuni ko'rib qolgansizlar. Mana shu qisman ortish usuli. Qisman ortish usulida yo'lovchi tashsa bo'ladimi? Yo'q. Qayerda bo'lishi kerak yo'lovchilar? Shatakka oluvchi mana bu shatakka oluvchi, oldindagi avtomobil shatakka oluvchi. Imенно bu maxsus transport shu shatakka olib ketish uchun mo'ljallangan. Mana buni kabinasida bo'lsa bo'ladi. Xo'p, 2 million ortiq transportasini shatakka olmaydi. Xo'p, 20 metrdan ham uzun bo'lib ketsa nima qilmaydi? Shatakka olmaydi, taqiqlanadi. Mana 20 metrdan ortiq bo'lib ketyaptimi? Endi shatakka olmaydi. Buni endi nima qilib tortib ketish kerak? Mana bu tirkamasini yechib, o'zini mana tegash deylarmidi? Oldindagi yana tegashini tortib ketish kerak. Ustaxonaga borib buni sozlab keladi, keyin buni olib borsa bo'ladi. O'zini prinsipini keyin tortib ketadi. Xo'p, mexanik transportni shatakka olish yana taqiqlanadi. Ishchi tormozda ishlamayapti. Haqiqiy vazni shatakka olayotgan transport vositasidan yarmidan ortiq bo'lsa ham shatakka olmaydi. Lekin qarang, haqiqiy vazni kam bo'lgan bunday transport vositalarini faqat qattiq ulagich bilan yoki qisman ortish bilan olish kerak. Bu degani monosi ishlamayapti, tormozda ishlamayapti. Oldindagi avtomobil endi nima bo'lishi kerak? Masalan qarang. Tormozda ishlamayapti. Tormozda ishlamagandan keyin mana bu shatakka olib ketyapti, to'g'rimi? Bu 2 tonna deylik, 2 tonna. Mana bu men 2 tonna yoki 1,5 tonna. Shatakka olsa bo'lamaydi. Qattiq ulagich bilan bo'ladi. Qattiq ulagich bilan faqat. Nima uchun? Bu tormoz berib svetoforda qayerdadir to'xtadi. Bu orqadagi keyin buni orqasidan ergashib boradimi? Shuni tormoz berganda mana bu qattiq temir nima qilmaydi? Tushib turadi. Keyin qo'ymaydi. Buni vazni og'ir, sudrab ketolmaydi. Bu 1,5 tonna o'zi. Agar buni vazni katta bo'lganda edi, uni sudrab ketib qoladi. Bitarib ketib qoladi. Har qanday tushundilaringizmi? Xo'p, buni aytdim. Xo'p, moped, mototsikllar, velosiped, skuterlarni shatakka olish mumkin emas. Mototsikllar faqat yon kajavali bo'lsa bo'ladi. Xo'p. Yaxmalakmi? Nimada olish kerak edi?
qattiq ulagich bilan olish kerak edi. Boya aytganimdek o'zi yaxmalak, bu tormoz berib birdan misol uchun tormoz berib to'xtadi. Bu tormoz bergan bilan sirpanib keladi, orqasidan urib ketadi, urib ketadi. Nechta tezlikda yurish kerak bo'lar o'zi shatakka olganlar? 50. Avtomagistraldachi? Ha, istalgan usul bilan olish mumkin. Istalgan birini tanlab, qulayini olaveradi. Necha yuradi avtomagistralda? Biroqmi, necha yuradi avtomagistralda? Hali Hojiboy Tojiboyevda Zaporoj ketyapti, orqasidan BMW orqasidan Zaporoj qo'yib ketyapti deydi-ku. Sizlar kim shunaqa bo'lyapti? Zaporoj BMW tortib ketadigan bo'ladi. Shatakka egiluvchanda oladimi, qattiqda oladimi, yaxmilak bo'lganda oladimi? Har qanday holatda 50 yurish. Xohlagan joyida yursa ham shatakka olinganlar 50 yuradi. Undan ortiq yura olmaydi magistralda yurganda ham. Nima uchun? Chunki u 50 dan tez yuradigan bo'lsa, orqadagi bilmaydi. U birdaniga keskin tormoz yursa, orqasidan uradi. Masofa kam-ku. Avarinning holatlarida u javob bermaydi. Tushunyapsizlar? Nima uchun ekan 50ligini endi sal aniq qilyapsizlarmi? Tepayaptimi? Sabrashadi. Xo'p, qattiq ulagichda haydovchisi bo'lmasa, qattiq ulagichda izidan ta'minlanadigan mana shu. Xuddi prinsipda ketaveradi orqasidan mana bu. Yuk avtomobili. Buni o'zi haqiqatan shunaqa moslashtirilgan bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana oldidan teshigi bor, shu ilmagi bor. Ildirib qo'yadi. Prinsipda ketaveradi. Qarab ursa. Traktor prinsipi shunaqa, lekin yuk avtomobilda mana shunaqasi bor. Ya'ni izidan ta'minlanadi. Yengil ham qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. O'zini moslamasi bor. Yerda turadigan, shuni ustiga ballonni chiqarib qo'yadi. Ergashtirib ketaveradi. Deylik sizda plyus ko'p, 3-4 ta mashinangiz bor, bittasi buzilib qoldi. Endi plyus ko'p bo'lgandan keyin evakuatorga olib ketaman-ku deyishingiz mumkin. Lekin haydovchi yo'q bo'lib qolsa, shu vaqtida boyagi moslamasi bilan olib ketsangiz bo'ladi. Ustaxonaga borib kelsangiz bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, mana bu rasmda qaysida yo'lovchi bo'lish kerak, qaysida yo'lovchi bo'lish kerak emas ko'rsatilgan. Yuk avtomobil qattiq olsa bo'ladi, egiluvchanga olsa ham bo'ladi, lekin qattiqda olgan yaxshi. Chunki katta hajmli tortish uchun qattiq bo'lgan yaxshi. Bo'lmasa uzilib ketib qoladi yoki tros bo'lish kerak. O'zlari ko'rsangiz ko'p ana ular ko'rgansizlarmi? Masalan, kinolarda tanklarning yonida dumaloq temirchasini osib qo'ygan bo'ladi. Tortib ketish uchun, shatakka moslashtirish uchun. Yo yuk avtomobillarim o'zlari qo'yib oladi, troslar yasab oladi, zanjirlar yasab oladi tortish uchun. Xo'p, avtobusni haydovchi faqat olinganniki yuk avtomobilining kabinasida. Bunda ham o'rindig'i bo'lsa agar yukxonasida mumkin. Yengil avtomobilni endi o'zi odam tashishi mo'ljallangan. Qattiq bilan olaman, egiluvchami farqi yo'q, tashaveradi. Ikkalasi ham. Mana bu qanaqa? Furgonmi? Furgonda ham agar o'rindig'i bo'lsa mumkin. Yengildachi unday mumkin. Haydovchi ham bo'ladi, yo'lovchi ham bo'ladi. Qisman ortishda faqat kabinada shatakka olgan tirkamachini mana buni shatakka oluvchini kabinasida bo'lishi kerak. Bunda ham xuddi shunday. Ikkalasi ham qisman ortish bilan olyaptimi? Ikkalasi ham qisman ortish bilan olyapti. Xo'p, mana o'zidan 2 barobar kattami? Bu N1, bu N2. Buni shatakka olmaydi. Qattiq bilan bo'lsa ham olmaydi. Xo'p, nima uchun avtobus yengilni shatakka olmayapti? Geometrdan uzun bo'lib ketyapti. Ham keyin nima bo'lyapti? Buni ko'ra olmaydi. Orqasidan qanday kelyapti? Uzilib qolib ketdimi qaydadir? Xo'p, savol bormi shatakka olish bo'yicha? Xo'p, bo'lmasam transport vositasini boshqarishni o'rgatish. Ya'ni o'zi dastlab boshqarishni o'rgatish qayerda amalga oshirish kerak? Yopiq maydonchalarda yoki avtodromlarda o'tkazilish kerak. Shunday bo'lyaptimi? Qanday bo'lyapti? Ha? Birdanigan. Birdan ko'chaga o'rgandilar. Kim o'rgatyapti sizlarga? Ko'chaga haydab turib, o'zimizni ham o'zimizni ko'chaga haydab yuramiz.
Qayerda o'rganish kerak? So'rashlaringiz kerak edi. Bizlar birinchi marta chiqyapmiz deb aytyapsizlarmi? Stadionlarga haydash mumkin. Xo'p, transport vositasini boshqarishni o'rgatish vaqtida amaliy boshqarishni o'rgatuvchi, huquqini beruvchi nimasi bo'lishi kerak? Hujjat bo'lishi kerak. Instruktorda o'zini sertifikati bor hamma instruktorlarda. Ani o'rgatadigan o'qib keladi ular, malaka oshirib keladi. Qanday o'rgatish kerak, qayerlarda o'rganadi. Xo'p, endi haydovchilik huquqini berish uchun necha yoshga to'lgan bo'lishi kerak? Qachon beriladi? A toifa 16 yosh, BS toifa uchun 18 yosh, Y toifa uchun 19 yosh amaliy staj bo'lishi kerak, kamida 1 yil. D toifa uchun tramvay va trolleybuslar uchun 21 yoshga to'lgan bo'lishi, amaliy staji 3 yildan kam bo'lmasligi kerak. Tushunarli? Keyin boshqarishni o'rgatadigan transport vositasi qo'shimcha splenalar bilan ko'zgular, orqani ko'rsatadigan ko'zgu va GPS bilan jihozlangan bo'ladi. O'rgatuvchini. Taniqli belgisi ham bo'ladi. U harfi yozilgan. Oldi orqasida. Xo'p, endi boshqarishni o'rgatish yo'nalishlari bo'yicha davlat yo'l harakati xavfsizligi bilan kelishib oladi. Ani yo'nalish grafiki bo'ladi. Agar sizlarda to'xtatib tartibga soluvchi yo'lda ushlasa, grafikdan chetga chiqib ketgan bo'lsa, birdaniga jarimaga tortamiz. Grafikdan chiqib ketding deb turib. Chizmasi bo'ladi. Va anaqalarda o'rgatuvchilar yo'nalish chizmasi bo'ladi. Maktablar o'zi davlat yo'l harakati bilan kelishib, hamkorlikda o'zi chizib beradi. Mana bu yo'l bo'yicha yursang bo'ladi. Bu yo'lda maktab bor, bu yo'lda turar joy dahasi bor, bu yerda sen kirishing mumkin emas deb o'zlari chizib beradi. Xo'p, yopiq maydon. Qarangizlar, bitta narsa, sizlar Xudoga shukr qilishlaringiz kerak o'zi aslida. Yaxshi ham sizlarni yopiq maydonda o'rgatyapti. Ya'ni imtihonni ham yopiq maydonda topshiryapsizlar. Boshqa davlatlarda, misol uchun Rossiyada ham, Yevropa davlatlarida ham, Amerika deysizlarmi, rivojlangan davlatlarga qiziqasizlar-ku. Rivojlangan davlatlarda ko'chada topshiradi. Realni mana ko'chaga shunday chiqasiz, piyodalar o'z joyi keladi, teng ahamiyatli chorraha keladi, balandliklar keladi, parkovkalar keladi. Ko'chada topshirasiz. Bizlarda yopiq maydonda topshiryapsiz. Mabodo Xudo ko'rsatmasin biror narsa bo'lib qolsa ham shu yopiq maydonda bo'ladi. Ko'chada birovni tinchitib ketib qolmaysiz. Bunda ham siz anaga o'tirganingizda imtihon markazidagi kirdingiz-ku, tarbiyalarga yozib qo'yibdi. Mabodo qoidani buzib urib olsang bir joyga o'zing javobgarsan deb. Siz o'ylamang, men 1,5 million to'ladim, bo'ldi. Biron joyga urib olsam, o'zida aqib oladi deb o'ylamang. Xo'p. Bu endi bizlarga mana bu avtodrom bizlarga tushmaydi. Bu boshqa joydagi. Agar kimga qiziq bo'lsa tashlab beraman. Bulardagi sal murakkabroq. Bu anonga tegishli. Ukrainaniki bu. Bizlarga o'xshaydigan joylari bor lekin. Ba'zi joylari bizlarga o'xshaydi, ba'zi joylar o'xshamaydi. Bor o'zimizga. Xo'p, boshqarishni o'rgatish. Nima bo'lish kerak ekan? Yo'llarda transport boshqarishni o'rgatish faqat amaliy boshqaruv o'rgatuvchi ishtirokida dastlab bu degani sizning yoningizda akangizmidi, ukangizmidi o'rgata olmaydi ko'chaga. Shaxsiy avtomobilda ham o'rgata olmaydi. Instruktor bo'lish kerak, o'rgatuvchi hujjati bo'lish kerak. Avtomobillar jihozlangan bo'lish kerak. Qo'shimcha splenalar bilan, orqani ko'rsatadigan ko'zgular bilan, taniqli belgilari bo'lish kerak. Shunda o'rgatsa bo'ladi. Mana oynasi bormi qo'shimcha orqani ko'rsatadigan? Yana bitta afg'on oynasi bor. Ko'ryapsizlar? Splena bilan yana nima bor? Tormoz bor. GPS navigator bilan yana qo'shimcha jihozlangan bo'lishi kerak. Hani buning ichida GPS bo'lishi kerak. Aytib bo'lmaydi, biron joyga ana qo'yib qo'yganda kuzatib turish kerak. Bu avtomatikada bu? Yo'q, mexanika bu. Bu tarafda gaz bo'lmaydi, faqat splena bilan tormoz bo'ladi. Shunday. Gaz faqat haydovchi tomonda bo'ladi, bu tomonda gaz bo'lmaydi. Keyin o'rganishda birinchi navbatda iloji bo'lsa sizlar tanishingizlar avtomobil hech kim chiqmagan-ku. Umuman chiqmagansizlar umrlaringizda hech bir.
avtomobil ruliga o'tirmaganlar ham bo'lishi mumkin. O'tirgansiz, lekin haydamagansiz. Birinchi avtomobil bilan tanishing. Ha, masalan, telefon oldingiz, to'g'rimi? Birinchi kovlab ko'rasiz, pamyati qancha, rasmiy qanaqa tushiradi, hamma joylarni ko'rib, ilpidan ignasiga ko'rish harakat qiladi. Xuddi shunday avtomobilga o'tirganingiz, bu matoq nima ekan o'zi? Mana bu nima? Yaxshi ham samolyot ichiga o'tirmayapsiz. Samolyot ichida ko'rsangiz, bir dunyo tugmalar, pribor, balobattar narsalar bor. Siz avtomobilga o'tiryapsiz. Uni bilib olishingiz kerak. Baribir bir kun emas, bir kun ishingiz tushadi. Deylik, oyna tozalagachga ishingiz tushib qolishi mumkin. Deylik, uzoqni yaqinni yorib chiroq ishingiz tushib qolishi mumkin. Deylik, oynaga suv sepadigan bo'lishingiz mumkin. Yo pechkani qo'shishingiz kerak bo'lib qoladi, yo konditsioner qo'shishingiz kerak bo'lib qoladi. Shunaqa vaziyatda bo'ladi. Shaxsan meni o'quvchilarimda shunday bo'lgan. Hani avtodromga kirgan, yomg'ir yog'yapti, pechkani qo'shmagan, hamma joy bug'ib ketgan. Ayol kishi bechora munchakda joyda artib olib o'tyapti imtihondan. Bilasizmi, qancha qiyin bo'lyapti. Nimani hisobidan bo'lyapti? Bitta pechkani qo'shmaslikdan bo'lyapti. Shu pechkani bitta hech bo'lmasa ikkiga qo'yib, oynaga to'g'rilab qo'ysa, quritadi-ku, to'g'rimi? Havo aylanadi. U yaxshi o'rgangan, haydashni yaxshi o'rgangan, qoidani yaxshi o'rgangan, lekin shu joyni tushunmagan, shu joyga e'tibor bermagan. Ko'ryapsiz? Siz o'zingizga kerakli hamma narsani o'rganib oling. Ichidan so'ramang, voy so'rang, mana uni hammasini bilib oling, o'rganib oling. Keyin bo'ldi. Hali yuravermay, bir gap bo'lar, hech gap bo'lmaydi. Siz o'rganmasangiz. Tushunarli? Keyin mana avtomagistrallarda o'rgatish mumkin emas. Avtomobillar uchun degan joyda ham, turar joy dahalarida ham, maktablar oldi va hududlarda ham o'rgatish mumkin emas. Lekin bu yerga o'rgatuvchi o'zi kirsa bo'ladi. Deylik, uyi bor uni. Shu tomonga kirsa bo'ladi, borsa bo'ladi. Avtomagistraldan ham, lekin o'rgatish mumkin emas, boshqarishni o'rgatish. Demak, 16 yoshdan A toifaga o'qisa bo'ladi. 18 yoshdan BS toifaga o'qisa bo'ladi. D toifa uchun amaliy staj 3 yil, 21 yoshga to'lgan bo'lishingiz kerak. Deylik, siz 21 yoshga to'ldingiz, lekin amaliy stajingiz yo'q. O'zi 20 yoshingizda BS olgansiz. To'g'rimi? Lekin hali yana 22 ga kirishingiz kerak. Ya'ni yana 3 yil amaliy staj bo'lishi kerak sizga. Shu amaliy staj degan joyi nima tushunasizlar? Nima deb tushunasizlar? Amaliy degan. Amaliy staj degani Yo'q. Prava olgandan keyin shunchaki men haydamasimdan, masalan deylik 2020-yil olganman, 2023-yil bo'ldi, men borib turib bo'ldi, menga D urib beringlar deb borsam urib beradimi? Yo'q. Men chunki haydamaganman, menda amaliyot yo'q. Amaliyot tajribam yo'q menda. nimani hisoblamoqchi bo'ladi? Un nomida avtomobil bo'ladi yoki davernos bilan haydaydi yo sug'urta bilan haydaydi. Shunda siz amaliy stajingizni ular topa oladi. Ba'zida bo'ladi. Siz masalan davernos bilan haydagansiz yoki kimdadir anaqasida ishxonasida ishlagansiz ishchi bo'lib, sizning nomingizga putyovka bergan bo'lishi mumkin. Shundan bilsangiz bo'ladi. Ba'ziga kiritasiz baribir. Shundan biladi. Agar unaqa bo'lmagan bo'lsa, siz shunchaki pravani olgansiz, pasportingiz bilan birga olib yuribsiz. Tushundingizmi? Qarang, bu yerda yana bitta narsa. Amaliy stajda siz nima olasiz? Yo'lda yurasiz, har xil situatsiyalarda bo'lasiz, har xil vaziyatlarda tushasiz. O'rganasiz, tajribangiz ko'payadi. Bu degani amaliyotga kelgan hamshirani siz jarrohlik operatsiyasiga birdan kirgizib yubormaysiz, to'g'rimi? Yo vrach. Birinchi o'rganadi, to'g'rimi? Shuning uchun bekorga tibbiyot institutidagilar ko'proq o'qimaydi. Ular o'rganadi, birinchi kirib ustozini oldida ko'radi, vaziyatlarni ko'radi, har xil vaziyatlarda yuradi, keyin asta-asta og'ir operatsiyaga kirishni boshlaydi. Keyin o'rganadi, u boshdan kechiradi. Xuddi shunday. Bu ham aslida shunday. Shu o'rganish kerak. Qarang, haydovchi nafaqat o'zini hayotiga javobgar bo'lib qoladi. Yo'lovchilarga ham javobgar bo'lib qoladi. Chunki yo'lda haydaganda siz jahli chiqib, telefonda qandaydir bironta bir noto'g'ri gapni eshitib qolib yoki yo'lda bittasizga signal berib ketib qolsa, obgom olib ketib qolsa, bo'ldi, tamom, hozir yetib olib o'tamandan, hozir ko'rsatib qo'yaman deb, men qora jentirada ketyapman-ku, oq jentirada ketyapman-ku degan narsa bo'lmashi kerak. Shu yerda haydovchilik madaniyatingiz ishga tushib ketadi. Tushunarli? Haydovchilik madaniyati o'zi aslida bitta bir katta mavzu.
Shuni yaxshi o'rganish kerak hamma. Deylik, qarang, tasavvur qiling, siz qizil svetoforda kutib turgandingiz, birinchida turibsiz. Yashil yondi, yurmayapti. Birinchidan yurmayapti. 1 minut o'tdi, yurmayapti. 2 minut o'tdi, yana bitta qizil yondi. Yurmadi u. Nima qilasiz? Bilingki, u proyekt qilyapti. Birdan boshlaydi, pa signal berish, o'ylamaydi. U biror narsa bo'lib qoldimi? Hushidan ketib qoldimi? Mazasi qochib qoldimi? Ana shu paytda sizda madaniyatingiz ishlashi kerak. Yaxshi gumonda bo'lishingiz kerak. Nima uchun o'zi to'xtab qoldi? U sariqqa borayotganda o'zi signal ushlab turadi. Yo'q. Xo'p, endi mana B va C toifalar uchun avtodrom sxemasi. Voy, so'ratuvdilaringiz, ha? Avtodromda o'zi B bilan C va D toifalar uchun 12 ta joyi bor. Ya'ni 12 ta amal bajarib berishingiz kerak. Birinchisi nima desa, birinchisi B toifa uchun siz startda chiqasiz. Startdan chiqishdan oldin oynalarni o'zingizga to'g'rilab olib, remint taqasiz, sidenani oldinga tortib, orqaga tortib, hammasini o'zingizga moslashingiz. O'tirdingizmi? Mana deylik, qara, mana shu men avtomobilga o'tirdim-a? Qanday o'tirishim kerak? Hozir to'g'ri o'tiryapmanmi mana shu? To'g'ri o'tirdimmi, noto'g'ri o'tirdim? Ha? To'g'rimi, noto'g'ri o'tirdim? Mana, o'xshayaptimi? Noto'g'ri o'tirdimmi, to'g'rimi? Ha, rulni mana qo'yganimda mana bu qo'limni ko'ryapsizlar-a? Mana shunday turib turish kerak. Betib cho'zib olibsiz, bemalol turish kerak. Oyog'i. Ani sizni umurtqa pog'onangiz to'g'ri turish uchun ham sizdan to'g'ri qilib oladi. Bir xillar yotqizib oladi. Ko'rmagidan deb turib. Yo'q, unday emas. To'g'rilab o'tirib olsangiz, qancha keyin pedal bilan anaga borishi ham to'g'ri bo'lishingiz kerak. Oyog'ingiz bemalol yetish kerak. Ani gaz bilan tormoz almashtirishga. Bir xil polda turadi. Polda mana shunday turish kerak. Oyoqni mana shu yerga bosish kerak. O'rtasi bosish kerak. Uch emas, o'rtasi. Mana bu nima deydi buni? Kaftmidi? Kaft deb. Oyoqda kafti. Oyoqda kaft, ha, to'g'ri aytdim. Mana shu joy bosish kerak, pedal. Tushundingiz-a? Ana shu joyni, ha, shu joyni bosishingiz kerak. O'zi gaz bilan o'da almashadi. Avtomatda bitta oyog'ingiz ishlaydi. Lekin sizlar mexanikada topshirasiz hammalaringiz. Xo'p, to'g'riladingiz sidenani, hammasi anaqa bo'ldi, to'g'ri bo'ldi. Oynalarni to'g'rilab oldingiz, chiziqlarga o'zingizga moslashtirib oldingiz. Nima uchun sidenani to'g'rilayapsiz? Nima uchun oynani to'g'rilayapsiz? Chunki sizdan oldin 1.80 bo'yingizni odam o'tirgan bo'lsa-chi. Siz 1.70 siz. Bo'yingiz yoki 1.75 siz. 1.80 lik odam o'ziga moslashtirib olgan joyda siz qanday moslasha olasiz? To'g'rimi? Shuning uchun to'g'rilab olishingiz kerak edi, oynalarni to'g'rilaysiz, hammasini to'g'rilab olgandan keyin u aytadi. U yerda asosan ana kim edi u? Nazoratchilar. Boshla deyveradi. U unga farqi ertaroq sizni tugatish kerak. U ham charchagan. Misol uchun. Boshlaysiz, unga hovliqib, ha bo'lib deb turib, oynani to'g'rilamay, yoq-yoqqa qaramasdan haydab ketib qolsangiz, shunday sidenani agar to'g'rilamagan bo'lsa, shunday estakadaga chiqasiz, orqaga tushib ketasiz. U ikkitami, uchtasini men o'zim ko'rganman. Shaxsan o'zim ko'rganim, ikkita uchta o'qib shunaqa bo'ldi. Nimani hisobidan sidenani to'g'rilamagan, hayda degan, haydab bor, estakada oyog'i tormoz ketmay qoladi. Tamom, orqaga qarab tushib ketib qoladi. O'shaning uchun tayyormisiz deganda ha demaysiz. Shuning uchun siz tayyor bo'lgandan keyin sidenani xavfsizlik kamarini taqib oldingiz, oynalar to'g'rilab hammasini tez drevga tayyormisan dedi. U shoshtirsangiz sizda yo'q, shoshmay turing, to'g'rilab olaman. Keyin o'zingizga ozroq vaqt bering. To'g'rilab olgandan keyin bo'ldi, tayyorman desangiz, chiroqda chapga yoqib, aslida chapga chiqmasangiz ham chapga yoqib chiqasiz. Harakatni boshlaysiz. Birinchi nimaga keladi? 5 ballon Ha. Tartibga, keyin avtodromda yuqori mana bu joygacha, ya'ni eng yuqori tezlik 40 gacha borki, tezlanib olish joyigacha. Tezlanib olish joyigacha 20 tezlikgacha yura olasiz. Bu degani birinchi skora bilan yuribsiz degani. Tartibga solinmagan piyodalar joyiga kelyapsiz. Bu yerda qayta to'xtash kerak. Stop chizig'ini oldida to'xtashingiz kerak. 1 metr qolganda. Uni qanday bo'lishini o'rgatyaptimi? Bakoytadan qarasangiz, shunday chiziq ko'rindimi? Bo'ldi. Yoki oldinda avtomobilda qaraganingizda yo'qolyaptimi? Oldinda. Kapotda qarab turganingiz yo'qoldi-ku. Unda tikka turib qarashdan emas. Shu boya o'tirib turgan qaraganingizda. Shu yo'qolgan paytida toshni chiziqqa 1 metr qolgan bo'ladi.
Endi hech kim toshni 1 metr toshni qo'ya olmaydi. Shunday qarasangiz, shuncha bo'ladi. Ancha uzoq to'xtab qo'ysangiz ham balo olib tashlaydi. Xo'p, tartibga solinmagan piyoda o'z joyiga keldi. Endi estakada. Estakadada ham stop chizig'ini oldida 30 santimetrdan ko'p orqaga kelib qolsa, unda ham bal minus qilib tashlaydi. Agar undan ham ko'p tushib ketsa, bo'ldi, 100 bal berib yuboradi. Shu yerda o'ziga. Mana bu piyodalar o'z joyidagi stop chizig'ini ham bosib qo'yadi-ku. Unda ham 100 bal berib yuboradi. Birdaniga. Keyin domla shu bevosita Xo'p. to'xtadi. Qanchadir vaqt bo'ladi? 5. 1 2 3 4 5. Piyodalarda ham shunday, ha. U yoqdan menga haligi bermaydi. Yo'q. Yoqda aytmaydi. Piyodalardagida ham 5, estakadada ham 5 gacha sanaysiz. 1 2 3 4 5. Bo'ldi, haydab ketaverasiz. Estakadada keyin ko'pchilik rushnoy bilan o'rgatadi, bir xillarda nufta gaz bilan o'rgatadi. Hani rushnoy, qo'l tormozi bor-ku, shu bilan o'rgatadi. Eng oson ruchnoy o'zi. O'zi aslida rushnoy bilan bo'lishi kerak. Qoida bo'yicha aslida nima uchun sirpanchiq bo'lib qolishi mumkin, yomg'ir yog'gan bo'lishi mumkin. O'zi haqiqatda ruchnoy bilan ishlash kerak. Ya'ni siz ruchnoy bilan ishlata olishingiz kerak. Bu yerda ruchnoy bilan ishlasangiz yaxshi ushlab turgan bo'lasiz. Agar domla ruchnoy troslar cho'zib ketgan bo'lsa, ko'tarsangiz ketib qoladi-da. Endi hozir bizlarda instruktorlar nima uchun ruchnoy bilan o'rgatmaydi desa, ba'zi paytlarda, ba'zimiz ko'p o'quvchilarda shunaqa bo'lgan, ruchnoy tushirish esdan chiqib ketadi. Boyagi birga uradida bor qanaqa bilan o'zi podiyomda turibman deb shunchalar gaz beradi. Ruchnoyda bo'lsa ham boyagi tortib ketaveradi. Shuni hisobidan ruchnoyda o'rgatmaydi. Nima qilsa? Ya, lekin atayin buksat oldirsa, avalini holat deb turib, unda ham jarima berib yuboradi. Ruchnoy osonroq lekin chiqib ko'ring-da. Misol keldingiz, siz tormozni tormozni bosdingiz, misolda birinchi skorsga. Birinchi tormoz bosib, keyin muftani bosasiz. Xaloslarga qo'ydingiz, ruchnoyni ko'tardingiz. Ko'targaningizdan keyin to'xtab turasiz. Domla aytganda 5 sekund, 5 ga sanab. Undan keyin yana skorslarga urasiz. Tormozdan polni oyoqda urasiz, muftani bosib turasiz. Muftadan sekin oyoqni ko'targan mashina qaltirashni boshlaydi. O'sha shuni ruchnoy tayyorlaysiz, sekin yana bosasiz. Keyin qarang. Agar sizlar boyagi joyda ushlab turishlaringiz qiyin bo'lyapti-ku, ayniqsa yurg'izishda ham. Buni yana bitta usuli bor. Nuftadan o'zi 3 talik anaqa siklda olish kerak. Nuftadan 3 talikda olishingiz o'zi 4-chi qo'yib yuborganingiz yurib ketish kerak. Siz birinchi olyapsiz, 2 3, 3-chida o'zi gazni berishni boshlashingiz kerak. Xohlasangiz gazni o'ynatib bering, ya'ni kam ko'p beraverasiz-ku. Shu paytda siz uni bilib olasiz, qaysi nuqtada harakatlanishni boshlashini. Shu gazni o'ynatib bersangiz o'chib qolmaydi. Qaltirab. Nufta bilan tormoz bosib turibsiz, to'g'rimi? Instagramga tormozni nuftani bosib turibsiz, to'g'rimi? Shunday bir ko'rdingiz, tormozni ayog'ingizni olsangiz agar, ya'ni nuftani qaltirashga olib kelasiz, sizlar xuddi aytgan tormozni olsangiz, harakatni mayli bo'lishi, gazni to'g'risangiz o'chib qolishi ham mumkin. O'chib qolishi ham mumkin. Shuning uchun gaz bilan ishlash kerak-da. Gaz bilan. Zavat qilib orqaga ketib qolmasa bo'ldi. Orqaga ketib qolishi mumkin. Orqaga ketib qolsa, tamom, uchib ketadi o'zi estakad. 100 bal beradi shu yerda o'zidan. Farqi yo'q. Siz ruchnoy ishlatayotgandim, bunday qilayotgandim, bunday, kechirasan, bo'ldi. 100 bal. Obring bitta deydi. Shuning uchun endi avtodrom ekranmayapman demay, balandliklar qilyapti. Ko'cha to'la balandlik. Luboy bitta hech qayerda balandlik topmang, hech kim yo'q joylar bor. Masalan, men bu yerdan nima edi u? Tovuq firma yo'l bor-ku bu tomonda. Ana shu yerda nechta balandlik bor? Shaqa borib turib ishlab tursangiz bo'ladi. O'rganing mayli, mashq ko'ravering. Qancha ko'p mashq bilan o'rganasiz. Qur eshitish bilan bo'lmaydi. Siz uni amaliyotda bajarsangiz bo'ladi. Boshingizdan kechiryapsiz. Tormozni ishlab turgansiz, muftani shu 45-50% gacha qo'yib, keyin tormozni qo'shib O'zi qaltirashni boshlaydi. Gaz kam kelyapti, shunda qaltirash boshlaydi. Shuni eshitishingiz kerak siz. His qilishingiz kerak. 5 marta o'chirib qo'ygan odam bor. 5 marta o'chirib qo'ygan. Unda ham 5 gacha GPS sanab turadi, shunda bilmay qolish kerak. Sira zavod qaydab ketaverish kerak.
Ayol kishi 5 marta o'chirib, qo'yib, o'tib ketgan. 5 marta o'chirib. Ha, o'chirib qo'ygandan keyin faqat statorga qo'shib yuborib kerak emas-da. Zavod bo'lgandan keyin eshitishingiz kerak-da. Sal eshitish kerak. Nima bo'lyapti? Zavod bo'lganmi, o'chmaganmi? O'zi glasokda ham yonib turadi, akkumulyator rasmi chiqib qolsa, o'chib qolgan bo'ladi. 3 sekund vaqtingiz bor. Xo'p, bu yerda endi estakadadan tushamiz. Bo'ldi, estakadam ham chal bo'ldi. Estakadan keyin chiroq chapga yoqib, yana birinchi mana bu S-ni yo'lga o'tib ketmash kerak. Chapga yoqib, endi qayerga kiryapti? 90 gradus. Ilon emas, 90 gradusda kiryapti. Sariq chiziqlar bor. Ko'ryapsizmi? Bu yerda ham nufta gaz bilan yurish kerak. Bo'lmasam kam gaz bersangiz qaltirib o'chib qoladi. Nufta bilan gaz bilan asta-asta chiqib ketasiz bu yerdan. Endi chiqib ketgandan keyin mana shu yerda ko'pchilik nima qilish kerak? Svetoforda qarab kelasiz. Agar siz svetoforda boyagi stop chizig'ini oldida to'xtashni qo'rqsangiz, shu yerdan planni olib kelsangiz bo'ladi. Ha, svetofor qanaqa yonyapti? Qizil yonyaptimi, yashil yonyaptimi? Asta-asta planni olib kelasiz. Eng tinchi svetoforda oldiga kelib turib ishorasini kutishingiz kerak yoki yashil yongan bo'lsa o'tib ketaverasiz. Faqat yo'l berib, bu yerda yo'l berib burilishingiz kerak. Mabodo mana bu tomondan Isuzu kelib qolsa, siz yo'l berib yuborasiz Isuzuga. Isuzu kelib qolishi mumkin bu tomondan. Isuzuga yo'l berib, o'ngga burilib, tartibga solingan chorrahada endi qayerga borish kerak? To'g'riga borish kerak. To'g'ri shu holatda mana hozir. So'ng tarafdan Isuzu kelib shu svetoforga qarab ketadimi? Ha? Men ham ketyapman, shunda o'ng qo'l foydasi bo'lmaydimi? Yo'q, bu yerda belgi bor. Mana bu belgiga qarash kerak. Yo'l bering belgisi bor. Yo'l berib o'ngga burilasan-da. Hani Isuzuga yo'l berib olib turib bu yerda kutib turadi. Endi svetofordan stop chizig'ini oldi to'xtaysiz. Agar qizil yongan bo'lsa, yashil bo'lsa, o'tib ketaversangiz bo'laveradi. To'g'riga o'tib ketyapsiz. To'g'riga o'tib ketishda mana bu yerda bittasi chapga buriladigan bo'lishi mumkin. Undan ehtiyot bo'lish kerak. Balki u yo'l bermasligi mumkin, lekin o'zi yo'l berish kerak edi-ku chapga buriladigan. Aytib bo'lmaydi, yo'l bermasdan o'tib ketib qolishi mumkin. Shuni ham hisobga olib, to'g'riga o'tamiz, chiroqni o'ngga yoqib, o'ngga birinchi ilonizga kiramiz. Ana bu bizaki xavfli burilishlar. Ana ilonizda deyapsizlar-ku, mana shu joy. Bu yerda ham nufta gaz bilan o'tishimiz kerak. Endi chiroqni endi qayerga yoqamiz? Yo'l berib o'ngga, yana chorrahaga. Chorrahadan to'g'riga. Svetoforda ishorasiga qarab, stop chizig'ini oldida to'xtaymiz. Yashil yongan bo'lsa o'tib ketaveramiz. To'g'riga. Mana shu joyi eng katta xavfli joy. Ko'pchilik diqqatadigan joy mana shu joy. Eslab qo'yingizlar. Ya'ni orqa parkovka. Ko'pchilik shu Isuzu'niki kirib ketib qoladi yoki umuman ikkalasiga ham kirmasdan o'tib ketib qoladi. Nima uchun bilasizlarmi? Sababi nimaga? Band bo'lib qolsa agar kirmaydi. Hamma doim birinchi orqa parkovkaga kiraverib shuni yodda olgan. Qolgan yana ikkitasi borligini bilmaydi. Yoki bilsa ham kirmaydi. 3 ta parkovka bo'ladi. 3 ta yengilga 3 ta orqa bor, 3 ta yo'llanma bor. Isuzuga faqat bitta bor. Bitta orqa, bitta yo'llanma bor. Hozir shu uchalasi ham parkovka yengil mashina to'lib bo'lsa, qarab tursak bo'ladi. To'g'ri bo'shaguncha. O'zi ular kirgizmaydi. 3 tani kirgizib yuboradi. 3 tani oldinma ketin. Bittasi masalan estakaga kelgan, to'g'rimi? Bittasi mana ilonozda yuribdi, bo'ldi. Bu o'zi qo'yib yuborgan buni. Bittasi masalan yo'llanma parkovkaga kelganda mana bu yerda yana bitta yangini chiqarib yuboradi. Chunki o'zi yo'llanmaga keldimi, u tamom. 5-10 minut ichida u 5 minut ichida o'zi chiqib ketish kerak. O'zi 16 minut vaqt beradi avtodromda. Hamma mana shu 12 ta amalni bajarib olish uchun. Ha. 16 minut ichida chiqib ketishingiz kerak shular bajarib. Xo'p, svetofordan to'g'riga o'tdi. Birinchisiga kirmaymiz. Ikkinchi orqa parkovka bu yengil uchun. Bunda ham buni o'zi o'rgatayotgan bo'lishi kerak instruktor. Mana bu yerga kelgandan keyin orqa ikkita chiziqni nima qilishi, mana bu chiziqni orqa ikkita balon bosish kerak. Ustiga tushish kerak. Ha, ustiga shunday tushgandan keyin to'xtashingiz kerak. Bunda ham yo'l berib keyin yana qayerga buriladi? O'ngga buriladi. O'ngga chiqdingiz. Mana bu yerda yana bitta orqa parkovka bor. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyaptimi? Endi bunga kirmaysiz. Buni qilib bo'lgan bo'lsangiz, mabodo bu band bo'lsa, endi bunga kirsangiz bo'ladi. Xohlayman bunisiga kiring. Ana bitta, ikkita, 3 ta orqa bor. Bo'shiga kiraverasiz. Bir marta bo'lsa bo'ldi. Eng yomon tomoni nima? Eng yomon tomoni agar siz orqa parkovkani qilmasdan
yollanmani qildingiz, svetofordan o'tdingiz, hammasi idealni bo'ldi. Finishga kelganingizdan keyin sizni gul bilan kutib oladi yerda. Orqa parkovka qilmaganingiz uchun yiqildingiz deydi. Peshonangizdan o'tib qo'yadi. Shunday, sirraz u joyida to'xtatmaydi orqa parkovkanikini. Shu yerda o'zida. Kelganingizdan keyin edi, finishga kelganingizdan keyin shu yerda yiqildingiz orqa parkovka qilmaganingiz uchun deydi. To'g'ri. Endi qonun tugatgandan keyin mana shu chiziqdan o'tib ketish kerak, Ha, finish Ha, hozir u joygacha kelamiz. Hozir u joyga ham kelaman. Mana bu joylarni birdan aytib ketay, tushunarlimi? Orqadan chiqdik, endi chorrahadan chapga burilamiz. Chapga burilishda mana bu tomondan to'g'riga ketayotganga nima qiladi? Yo'l beradi. Chapga burildingiz, endi temir yo'l kesishmasi. Tartibga solinmagan temir shlayban bilan jihozlanmagan temir yo'l kesishmasi kerak. Bir izli. Bunda ham stop chizig'ini oldida to'xtaysiz. Chiroqni chapga yoqib, yana endi chapga buriladi. Mana bu yerda tezlanib olish yo'lagi bor. Tezlanib olish yo'lagida eng yuqori tezligi 40. 40 gacha bir tezlanib olib, keyin yana birinchi skorga o'tkazasiz. Agar tezlanib olishda tezlanmasa 20 ball beradi. Tezlanib olishdan keyin 40 gacha chiqarmasa ball beradi. Ikkiga olish kerak. Ha, bitta gaz berib ikkiga olsa bo'ldi, o'zi shu joyda to'g'ri yo'l bor. Shu yerda bitta tezlanib oladi, o'ngga chiroqni yoqqandan keyin mana bu joyda avarinli hudud bor. Hani magnitofonchasi o'zi aytadi. Avarinli holat deb 2-3 marta aytadi. Shu payt siz birdan tormoz bosib, avarinkani yoqib to'xtab turishingiz 5 sekund. 1 2 3 4 5. 5 sana bo'lganingizdan keyin avarinkani o'chirasiz. Haydaysiz. Keyin yollanmaga kirish kerak. Yollanma mana bitta, ikkita, 3ta. Yollanmaga kirish tasmasiga faqat B'lar o'tadi. O'tgan safar Isuzu mana bu yollanma yengillar kiradigan tasmaga o'tib ketib yiqildi u ham. Bunga faqat yengillar o'tadi. Isuzu bu yollanma mana bu tasmasiga o'tmaydi. Bu o'zini mana bundan to'g'ri ketish kerak. O'zi ko'rib turibsizlar-a, S da yozilib turibdi, to'g'riga degan. B'lar mana bu yollanma. S'niki mana bu yerda yollanmasi. Mana bunda. Mana bu joyda, mana bu joyda. Finishda oldida ekan. Bu tasmaga Isuzular kirmaydi. Faqat yengillar uchun yollanmasi. Mana buni xohlagan bo'shiga kirasiz. Chiroqni yana chapga yoqib, mana bu tasmaga svetoforda oldida turadi. Yashil bo'sib o'tib ketaveradi, o'ngga yoqib. Bu yerda ham eng ko'p qilinadigan xato mana bu joyda. Ko'pchilik seni yo'lga kirib ketdim deydi-ku. Mana qarang, aniq qiladigan joy mana shu. Siz orqa parkovkani hamma parkovkalar ideal qildingiz, balingiz deylik 90 balingiz bor. Lekin siz agar mana bu yerda shunday o'ngga burilib, birinchi o'ngga Isuzu'ni yo'liga kirib ketsangiz 100 ball berib yuboraman. Siz birinchisiga emas, ikkinchisiga kirishingiz kerak. Ikkinchisiga kirib turib to'g'riga finishni bosib o'tib ketsangiz, bo'ldi sizniki bo'ladi shu yerda. Keyin bu joyda bu esimdan chiqibdi, 100 ball beradi sizga. 100 ball beradi, shu 100 ballni siz 25, 20 qilib turib yo'q qilasiz, shat tashlaysiz. Eng yomoni 95 bilan mana bu svetoforga oldiga kelish xavfli. Chunki baribir stop chizig'ini oldida to'g'ri to'xtalmasangiz, unda ham 5 yoki 20 olasiz. Shu yerda o'zi yiqilib qoladi. Mana bu stop chizig'ini ham ko'pchilik professional haydab yuraman deganlar ham stop chizig'ini bir xillar to'g'ri olib borib qo'yamiz deydi, bosib o'tib qoladi. Yoki bu film salgina chiqib qoladi, 100 ball beradi. Gabaritini o'lcholmaydi. Shuni stopga olish kerak. Tushunarli? Keyin oxiriga finishga bo'layotganda sirpalasiga kirib ketmaslik yana bitta eslab qolish joyi bor ekan. Yollanma farqi faqat sizga tegishli deysiz finishda o'tadi. Bu unga kirish mumkin. Ha, shunday. Shu mana shu 12 tani yodlab olingizlar. Yaxshilab yodlab olingizlar. Qaysidan keyin, qaysidan keyin. Nima bo'ldi, nima qoldi? Ana shuni eslab qo'yingizlar. Bo'lmasam ko'pchilik yaxshi biladiganlar ham yiqiladi. Yaxshi biladiganlar nima uchun yiqiladi? O'ziga bo'lgan ishonch katta, men deb olaman, men deb oladi, nima ham yiqiladi. Hani nima bo'lganda ham siz shoshilmasdan, e'tibor bilan o'rganib qilsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. Tushunarli? Savollaringiz bormi? Ha, Telegram kanalimda ham bor, tashlab yuboraman guruhga. Savollar. Maksimal 100 ball beradi. Sizga deylik bozorlik qilib chiqish uchun 100 ming pul berildi. Siz bu oldingiz. Ya'ni 20 minglik, 5 minglik narsalar olib tashlaysiz faqat. Hani ballar sizni olib tashlaydi.
Agar kambalingiz qolsa 95 bilan ham o'tib keta olasiz. Lekin 95 bilan yurish u sizga ortiqcha stress beradi. Qo'shimcha beradi.